Albatta Alloh taolo u yakka bo'lgan ilohdir. Fa iyya farhabun. Mendangina qo'rqinglar. Nahl surasi 51-oyat. Hech kim javob bermaydi. Limanil mulkul yawm. Bugun mulk, podshohlik kimniki deydi. Hech kim javob bera olmaydi. Va endi Alloh taolo o'zi aytadiki, lillahil vahidil qahhar. Qahhor bo'lgan, yakka bo'lgan Allohnikidir bugun xo'jayinchilik deydi. Har kuni Alloh taolo bandalarini kimnidir aziz qilayotgan bo'ladi, kimnidir xor qilayotgan bo'ladi, kimnidir jonini olayotgan bo'ladi, kimnidir tiriltirayotgan bo'ladi, ruh berayotgan bo'ladi, kimnidir g'amini ketkazayotgan bo'ladi, kimnidir dardini eshitayotgan bo'ladi. Har soatda Alloh taolo ishlaydi. Gunohni katta kishiga qaramang, balki kimga gunohkor bo'lyapsiz, ana shu tarafga qarab qo'yish kerak. Alloh taolo meni gunohlarimni kechirsin degan umiddagina keladi. Boshqa birov maqtashlik uchun emas, boshqa birovga yaxshi ko'rinishlik uchun emas, faqatgina yakka bo'lgan, unga hech narsa sherik bo'lmaydigan, Allohga yoqaydigan maqsaddagina u odam keladi. Agarda inson o'tirib maxluqotlarni ustida tafakkur qiladigan bo'lsa, albatta buni yaratuvchisi yakka-yu yagona bo'lgan, unga hech narsa sherik yo'q bo'lgan Alloh ekanligini so'zsiz Allohga qasamki u topadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص والعمل الصالح والقبول ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Allohning fazli bilan bugungi navbatdagi Allohning go'zal ismlari fiqhining al-ahad al-wahid, ya'ni yakka, Allohning bir va yakka degan ismini ma'nosini va fiqhi to'g'risida inshaalloh suhbatlashamiz. Muallif Alloh u kishidan rozi bo'lsin aytayaptiki: أما اسمه تبارك الأحد فقد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص. الله تعالى الأحد degan ismi Qur'onning birgina yerida zikr qilingan ekan. Bu ham bo'lsa Ixlos surasida. Alloh taolo aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ixlos surasi. Alloh taolo aytadiki: ayting ey Muhammad alayhisalom, u Alloh yakkadir va u Alloh somaddir. Bandalarning, maxluqotlarning istaklarini, rag'batlarini qondiruvchi zotdir. Lam yalid va lam yulad. U tug'ilmagan va tug'ilmagan. Va lam yakul lahu kufuwan ahad. Unga biror kimsa yoki biror narsa sherik yoki o'xshash bo'lmadi. Ya'ni Alloh taologa o'xshash biror narsa yo'qdir. Ixlos surasi bu. Mana bu Ixlos surasi juda ham ulug' sura, Qur'ondagi eng ulug' suralardan deyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu Ixlos surasining fazilati haqida aytadiki, albatta mana bu Ixlos surasi Qur'onning 3dan 1ga teng bo'ladi fazilat deydi. Ya'ni ulamolar aytadiki, kimda kim Ixlos surasini bir marta tilovat qiladigan bo'lsa, go'yoki u 10 bor o'qidi degan. 3 marta tilovat qiladigan bo'lsa, 30 bor o'qidi degan. Savobi, ajri shuna bo'lar ekan. Shuning uchun ba'zi ulamolar shundan foyda tarzida aytadiki, kimda kim tunida uxlashdan oldin 3 marta Ixlosni o'qib yotadigan bo'lsa, go'yoki u xatm qilib yotibdi, savobini oladi. Xatm qilib yotganda savobini oladi deshadi. Mana shuning uchun Ixlos surasi va yana bu Ixlos surasining fazilatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ertamangi va kechqurungi zikrlarda aytib yurgan. Ertaman quyosh chiqishdan oldin, bomdod namozidan keyin to quyosh chiqqungachayin Ixlos surasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirgi 3 ta surada, mana Ixlos sura ham bor, 3 martadan o'qib yurardi. Bu tonggi zikrlarda. Oyatul kursini 1 marta, Ixlos falaq nasni 3 martadan. Ana shuning ichida Ixlos surasi ham bor. Ya'ni go'yo 30 pora Qur'on xatm bo'lardi, fazilat. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechqurungi zikrlarda ham Ixlos surasini 3 martadan aytib yurgan. Oyatul kursi 1 marta va oxiridagi 3 ta sura 3 marta. Kunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shuni ertamanda kech paytda bir kun ham qoldirmasdan qilib yurardilar. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari sabit bo'lganki, har bir farz namozidan keyin Oyatul kursini o'qigandek ortidan Ixlos falaq nasni o'qirdilar 1 martadan. Ammo bomdod va shom namozidan keyin esa 3 martadan o'qirdilar. Bu ertamangi va kechqurungi zikrlardan tashqari. Qaranglar, Ixlos surasi bir kunda sunnatga muvofiq qanchalar ko'p o'qilyapti. Mana bu Ixlos surasining fazilati va ulug'ligiga bu
dalolatdir mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning fe'llari. Demak, Alloh taoloning Al-Ahad degan ismi birgina Ixlos surasida zikr qilingan ekan. Endi Al-Wahid degan ismi esa Qur'onning bir necha o'rinlarida kelar ekan. Ulardan Alloh taolo aytadiki: "Va ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huvar rohmanur rohim." Baqara surasi 163-oyat. Alloh taolo aytadiki: "Va sizlarning ilohingiz yakka ilohdir. U Rahmon va Rahimdir. Undan o'zga haq iloh yo'qdir" deb turib Alloh taolo o'zini Vahid, ya'ni yakka deb turib nomlayapti. Va yana Alloh taolo aytadiki: "Va ma min ilahin illallohul vahidul qahhar." Sod surasining 65-oyatida aytadiki: yakka va qahhor bo'lgan Allohdan o'zga haq iloh yo'qdir deyapti. Va yana Alloh taolo Ra'd surasining 16-oyatida aytadiki: "Qulillahu xoliqu kulli shay'in va huval vahidul qahhar." Ayting ey Muhammad alayhisalom, Alloh taolo har bir narsani yaratuvchisidir va yana u qahhor bo'lgan, yakka bo'lgan zotdir. Muallif aytadiki: "Va huma ismani dallani ala wahdaniyatihi subhanahu va ta'ala." Ay annahu subhanahu va ta'ala huval mutafarridu bi sifatil majdi val jalal. Alloh taoloning mana shu yakka degan ismi shunga dalolat qiladiki, Alloh taolo har bir ishda yakkadir. Kuchlilikda, Alloh taolo azizlikda yakkadir. Alloh taolo ilm borasida yakkadir. Alloh taolo ko'rish borasida yakkadir. Alloh taolo yaratish borasida yakkadir. Alloh taolo ulug'lik borasida va muhabbat borasida yakkadir. Shuning uchun ham Alloh taolo la taj'alu lillahi andada va antum ta'lamun. Sizlar bilgan holatda Alloh taologa nid o'xshashliklar qilmanglar. Odam bir narsani Allohni sevgandaqa sevadigan bo'lsa, u Allohga sherik keltirgan bo'lar ekanda. Bir narsani hozir Allohdan ko'ra yaxshi ko'radigan bo'lsa, Allohga uni tenglashtirgan bo'lib qolar ekan. Alloh taolo aytadiki, mana shunday Allohga o'xshashliklar, tengliklar qilmanglar deyapti. Misol uchun Alloh taolo sizga namozni farz qildi. Namoz paytida siz suygan odam chaqirib qoldi, sizni namozdan to'sayapti odam. Yoki namoz paytida siz suygan ish bo'lib qoldi, u sizni namozdan, Alloh farz qilgan amrdan to'sayapti. Mana shu yerda siz Allohni suygandaqa mana shu ishni suyadigan bo'lsangiz, Alloh taologa nid, o'xshashlik qilib qo'ygan bo'lasiz ekanda. Alloh taolo mana shunday shirk qilmanglar deb turib, yuhibbunahum ka hubbillah. Mushriklarni mazammatlab Alloh taolo ular shunday mushriklarki deyapti, shirk keltiradiganlar. Allohni suygandek ular suyardilar boshqa narsalarni deyapti. Shuning uchun ham agarda Allohni zikridan, Allohni muhabbatidan, Allohni toatidan nimaga sizni to'sadigan bo'lsa, uni siz Alloh taologa tenglashtirayotgan bo'lib qolasiz ekan. Alloh taolo mana shu narsadan qaytaryapti. Shuning uchun Alloh taoloning Al-Ahad yoki Al-Wahid degan ismi shu narsani dalolat qiladiki, Alloh taolo hamma narsada bittadir, birinchi o'rinda, birinchi darajalidir. Qolganlari Alloh taolodan keyingi darajali bo'lishi kerak. Alloh taoloning Al-Ahad yoki Al-Wahid degan ismi mana shu narsani dalolat qiladi. Va yana odamzod gunoh ish qilyapman, Alloh taolo bu gunohlarimni kechiradi. Bu gunohlarim yengil deb o'ylab qolish mumkin ekanda. Bu oddiygina gunoh deb qolishi mumkin ekan. Qayoqdan bilasiz? Balki ana shu qilayotgan gunohingiz u Alloh taologa shirk bo'lib qolishi mumkin ekan. Alloh taoloning mana bu oyatiga qarasangiz. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu. Ey Muhammad alayhisalom, o'zining havoy nafsini o'ziga iloh qo'yganini ko'rmadingizmi deyapti. Ko'rdingizmi deyapti. U degan nima degani desa, u inson havoy nafsiga nima yoqsaki uni qilaveradi. Alloh taoloning buyruqlari bu yerda qolib ketaveradi. Alloh taolo misol uchun wala taqrabuz zina, zinoga qilmanglar demadi, yaqinlashmanglar dedi. Ammo bu bor yo'q bir gunohda, inshaalloh kechiradi Alloh taolo turib qilaverdi. Bu kichkina shirk bo'lishi mumkin. Ammo Alloh taolo mana shuni mana shunday kimsalar hamisha ular havoy nafsi bilan Alloh taoloning toatida bir o'ringa kelib qolganda, havoy nafsiga ergashib ketadiganlarni Alloh taolo mazammatlayapti-da. Mana shularni Alloh taolo o'zlarini nafslarini o'zlariga iloh qo'yganini ko'rdingizmi deyapti. Odamzod oddiy gunoh qilyapman deb o'ylar ekan, ammo u gunohi Alloh taologa shirk keltirayotgan gunoh bo'lib qolishi mumkin ekanda. Shuning uchun siz gunohni hech qachon kichkina kattadan ajratmang. Kichkina gunoh qilganligingiz bilan siz qilayotgan gunoh kichkina bo'lganligi bilan u gunoh isyonli qilinayotgan zot u ulug' zotda. U gunoh qilinayotgan zot u ulug' zot, u Alloh taolo. Siz gunohni katta kishiga qaramang, balki kimga gunohkor bo'lyapsiz? Ana shu tarafga qarab qo'yish kerak odamzod. Fussilat surasining 6-oyatida aytadiki: "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay, annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu va waylul lil mushrikin." Ayting ey Muhammad alayhisalom, men ham sizlarga o'xshagan basharman. Menga vahiy qilingandir. Shu narsa vahiy qilinganki, albatta Allohdan o'zga haq bo'lgan iloh yo'qdir va u yakkadir. U vahid bo'lgan, yakka bo'lgan zotdir.
Unga istiqomat qilinglar va undan mag'firat so'ranglar va mushriklarga vayl bo'lsin deb turib Alloh taolo aytyapti. Va yana Alloh taolo islomga da'vat qilishlik siyoqida va yana Alloh taoloning ulug'ligiga va azamatiga va Alloh taologa xushu huzulikda istislom, ya'ni taslim bo'lishlikka buyurgan holatda mana bu oyatlarni aytyapti. Alloh taolo Haj surasining 34-oyatda aytadiki: "Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu va bashshiril mukhbitin." Bas sizlarning ilohingiz yakka bo'lgan, vahid bo'lgan, ya'ni yakka ismini mana shu yerda ham zikr qilayotgan. Yakka bo'lgan ilohdir. Bas ungagina taslim bo'linglar. Islom keltirib, unga taslim bo'linglar endi. Va bashshiril mukhbitin. Doimo toatda mutavoziylik ila Alloh taologa tavoziylik qilib yuradigan itoatliklarni bashoratini bering, ya'ni jannat xushxabarini bering ularga deb turib Alloh taolo buyuryapti. Demak, Alloh taolo o'zini azamatiga, ya'ni ulug'ligiga bo'l taslim bo'linglar ey bandalarim. U zot yakkadir deyapti. Har bir ishlarda u zotni birinchi o'ringa qo'yinglar va mutavoziylik ila taslim bo'linglar degan ma'noda Alloh taolo aytyapti. Va yana Alloh taolo aytadiki Ankabut surasining 46-oyatida: "Va ilahuna va ilahukum wahid va nahnu lahu muslimun." Va bizlarning va sizlarning ilohinglar yakka bo'lgan ilohdir, ya'ni Allohdir. Va nahnu lahu muslimun, va biz unga taslim bo'lganmiz. Ya'ni Alloh taoloni kim yakka deb bilsa, unga demak taslim bo'lishi kerak bo'lar ekan. Taslim bo'lishi degani bo'ldi. U zotning aytgani menga qonun. U zotning buyruqlari menga hayotimga qonun. U zotning aytganlari bo'ldi. Men uchun bu dunyoda birinchi darajali narsa. Qolganlar menga ahamiyatsiz. Faqatgina u zotnigina rozi qilaman. Faqatgina u zotdangina umid qilaman. Faqatgina u zotgagina men tavakkal qilaman. Faqatgina u zotgagina men ishonaman va suyanaman. Qolganlari men uchun hammasi birdek maxluq. Foyda ham, ziyon ham, demak, faqatgina u yakka bo'lgan zotdandir deyishlik ekan. Mushriklar Alloh taologa sherik bor deb da'vo qilgan paytda o'zini poklagan holatda mana bu oyatni aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Law arada Allohu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huvallohul wahidul qahhar. Zumar surasi 4-oyat. Agarda Alloh taolo o'ziga biror bir bolani olishlikni, qilib olishlikni xolasa, o'zini bandalarining ichidan eng yaxshilarini xohlaganini tanlab olardi. Ammo Alloh taolo bundan pokdir. Huvallohul wahidul qahhar. U qahhor bo'lgan, yakka bo'lgan zotdir. Zumar surasida aytayapti. Ya'ni mushriklar, nasroniylar nima derdi? Alloh taoloni bolasi bor deshardi. Val iyadu billah. Va Alloh taolo ularni aytayaptiki, ular haqida aytayaptiki: "Va la taqulu thalatha intahu khayran lakum innamallohu ilahu wahid." Niso surasi 171-oyatda aytayaptiki, 3 ta demanglar deyapti. Ya'ni Xudo 3 ta demanglar. Bu ishlardan qaytinglar, bu sizlarga yaxshidir. Tavba qilinglar. Huval innamallohu ilahu wahid. Albatta Alloh yakkadir, yakka bo'lgan ilohdir deb turib Alloh taolo aytayapti. Va yana endi ularni hukmini esa Alloh taolo aytayaptiki: "Laqad kafara allazina qalu innalloha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid." Moida surasi 73-oyatda Alloh taolo aytadiki, "Batahqiq Alloh taoloning 3 taning 3-chisi deganlar kofir bo'ldi." Yani kim uni deydi? 3 taning 3-chisi deb turib kim aytadi? Nasroniylar aytadi. 3 taning 3-chisi bu Alloh deyshadi. Ya'ni Xudoyimizning 3-chi Xudoyimiz bu Alloh deyshadi. Val iyadu billah. Mana shunday deganlar batahqiq ular kofir bo'ldi deyapti Alloh taolo. Va ma min ilahin illa ilahu wahid. Yakka bo'lgan ilohdan o'zga boshqa iloh yo'qdir deyapti Alloh taolo. Va qala Allohu la tattakhidu ilahayni ithnayn innama huwa ilahu wahid fa iyyaya farhabun. Va Alloh taolo aytdi, ikkita iloh bor demanglar dedi. Albatta Alloh taolo u yakka bo'lgan ilohdir. Fa iyyaya farhabun. Mendangina qo'rqinglar. Nahl surasi 51-oyat. Va Alloh taolo o'zini azamatini va quvvatini kamolligi to'g'risida aytayaptiki: "Yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allohi minhum shay. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar." Ana shu kunda ular zohir bo'ladilar. Ya'ni hamma qiyomat kunida tiriladilar. Tirilib hammasi zohir bo'ladilar. La yakhfa 'ala Allohi minhum shay. Ulardan hech narsa Allohga yashirina olmas, berkina olmas. Shunda Alloh taolo aytadi: "Limanil mulkul yawm." Endi mana bu kunda bugun mulk, podshohlik kimniki deb xitob qiladi. Hech kim javob bermaydi. Limanil mulkul yawm. Bugun mulk, podshohlik kimniki deydi. Hech kim javob bera olmaydi. Va endi Alloh taolo o'zi aytadiki: "Lillahil wahidil qahhar." Qahhor bo'lgan, yakka bo'lgan
Allohnikidir bugun xo'jayinchilik deydi. G'ofir surasi 16-oyat. Va yana Alloh taolo aytadiki: "Yawma tubaddalul ardu ghayrul ardi was samawat va barazu lillahil wahidil qahhar." Ibrohim surasining 48-oyatda aytadiki, ana shu kunda yer boshqa yerga almashtirilur, osmonlar boshqa osmonlarga almashtirilur. Va barazu lillahil wahidil qahhar. Qahhor va yakka bo'lgan Alloh uchun ular zohir bo'ladilar. Ya'ni tirilib turib paydo bo'ladilar ular deyapti. Hada va qad afada hadan isman al-wahid al-ahad توحد الرب سبحانه بجميع الكمالات بحيث لا يشارك فيها مشارك. Mana bu Alloh taoloning al-ahad, al-wahid degan ismlari mana shu narsani dalolat qiladiki, Alloh subhanahu va taolo har bir narsa, har bir ishda, har bir sifatda u yakkaligiga dalolat qiladi. Aytganimizdek boya, Alloh taolo go'zallikda yakkadir. Alloh taolo jalallikda yakkadir. Alloh taolo quvvatlikda, kuchlilikda yakkadir. Har bir ishda Alloh taolo unga biror narsa sherik bo'lmaydigan darajada Alloh taolo yakkadir. Mana bu Alloh taoloning al-ahad va vahid degan ismlari dalolat qiladigan narsalarni ba'zi bir nuqtalarda sanab o'tamiz deyapti. Birinchisi, nafyul mithl va nid val kufu min jami'il wujuh. Alloh taologa o'xshashlik va tenglashishlik har bir narsalardan bu narsa nafiy, inkor qilinadi. Ya'ni Alloh taologa o'xshashliklar hammasi inkor etiladi. Alloh taolo aytganidek, "Valam yakullahu kufuwan ahad." Unga biror bir narsa, biror kimsa unga o'xshash teng bo'la olmas deyapti. Demak, Alloh taologa misl o'xshatishlikni hamma yo'g'ini inkor qilamiz. Har bir turda bo'lsin, muhabbat borasida bo'lsin, itoat borasida bo'lsin, xavf borasida, qo'rqishlik borasida bo'lsin, Alloh taologa teng keladigan narsani hammasi inkor qilinar ekan. Mana bu Alloh taoloning al-ahad, al-wahid ismining ma'nosidan biri. Ikkinchisi, butlanut takyif. Alloh taolo misol uchun go'zal dedik. Alloh taolo o'zini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, Alloh taolo haqida innalloha jamilun va yuhibbul jamal. Alloh taolo go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'radi dedi. Demak, bizga xabar keldi, Alloh taolo go'zal degan xabar keldi. Endi qanday go'zal ekan, nimaga o'xshagan go'zal ekan, kimga o'xshatsa bo'lar ekan deb turib, kayfiyatiga kirishlikni botil qilishlik anglatadi. Chunki biz Alloh taoloni hech narsaga o'xshatishligimiz mumkin emas, harom bizga bu narsa. Bu narsaga biz kirishlikdan qaytarilganmiz. Chunki Alloh taolo hech narsaga o'xshamas. Alloh taolo o'z haqida Shuro surasida aytadiki, "Laysa kamithlihi shay'un." Uni misliga o'xshash biror narsa yo'qdir deyapti. Alloh taologa biror narsa o'xshamas deyapti. Ammo shu narsaga iymon keltirish kerakki, Alloh taolo go'zal, Alloh taolo eng ulug' va katta bo'lgan, kabir bo'lgan va akbar bo'lgan zot. Alloh taolo yakka bo'lgan zot, Alloh taolo kuchli bo'lgan zot. Ammo qandayligini inson hargiz haqiqatiga va tushunchasiga yeta olmaydi u. Illo qiyomat qayinda Alloh taolo o'zini jamolini bizga ko'rsatadi. Chunki Alloh taolo laysa kamithlihi shay va huwas samiul basir. Alloh taolo eshituvchidir, ko'rguvchidir, ammo unga biror narsa o'xshamas deyapti. O'ziga xos holatda, o'ziga loyiq bo'lgan holatda Alloh taolo eshitadi, o'ziga loyiq bo'lgan holatda Alloh taolo ko'radi, o'ziga loyiq bo'lgan holatda Alloh taoloning kuchi bor, o'ziga loyiq bo'lgan holatda Alloh taoloning ilmi bor. Ammo qandayligini biz hargiz tushunib yeta olmaymiz. Chunki insonning aqli aytganimizdek qisqa, bir joyga borib to'xtaydi. Uchinchisi, isbatu jami'i sifatil kamal. Barcha sifatlarni Alloh taologa komili bilan isbot qilamiz. Ya'ni barcha sifatlarda Alloh taolo komil. Aytganimizdek, ilm borasida Alloh taolo komil. Ko'rishlik borasida Alloh taolo komil. Hamma narsa Alloh taolo hamma ism va sifatlar Alloh taoloning komil. Ammo qolgan maxluqotlardagi noqis, miqdorli o'lchalgandir, mahduddir, chegaralangandir. Ammo Alloh taoloniki chegarasi yo'qdir, komildir. Tanzihu subhanahu va ta'ala anin naqais wal uyub. Va yana Alloh taoloning al-ahad, al-wahid degan ismlari shuni anglatadiki, fiqhdan shuki, Alloh taoloning nuqsonlik va ayblardan poklashlikni ham anglatadi. La ta'khuduhu sinatun va la nawm. Alloh taoloni uxlashlik ushlamas deyapti. Ya'ni Alloh taolo uxlamaydi, charchamaydi deyapti. Al-Qayyum hamisha qoim bo'lgan zot. Bandalarning ishlarida kulli yawmin huwa fi sha'n. Alloh taolo har kuni u ish ustidadir. Yas'aluhu man fi samawati wal ardi kulli yawmin huwa fi sha'n. Har soatda, har doim Alloh taolo hech qachon uxlamas ekanda va hech qachon charchamas. Chunki uxlashlik va charchashlik bu nuqson va aybdir. Inson charchaydi va uxlaydi. Chunki inson nuqsonlidir. Inson zaifdir. Va xaliqal insanu da'ifa. Inson zaif holatda yaratilgandir deyapti. Ammo Alloh taolo mana shunday ayb nuqsonlardan pokdir. Alloh taolaning al-ahad, al-wahid degan ismi, yakka degan Alloh taolaning ism va sifati shuni dalolat qiladiki,
Alloh taolo mana shunday nuqsonlardan behojatdir. Mana shunday nuqsonlardan pokdir. Bandalariga har kuni, har soatda kimnidir aziz qilayotgan bo'ladi, kimnidir xor qilayotgan bo'ladi, kimnidir jonini olayotgan bo'ladi, kimnidir tiriltirayotgan bo'ladi, ruh berayotgan bo'ladi, kimnidir g'amini ketkazayotgan bo'ladi, kimnidir dardini eshitayotgan bo'ladi. Har soatda Alloh taolo ishlidir. Hech qachon Alloh taolo uxlamaydi ham, charchamaydi ham. Chunki Alloh taolo mana bu uxlash va charchash sifatidan, aybidan va nuqsonlikdan Alloh taolo pokdir. Vujubul iqrori bi tafarrudihi subhanahu va ta'ala kamalil mutlaq. Har bir ism va sifatlarida Alloh taolo mutlaqo kamolot sohibiligiga vojib, ya'ni iymon keltirib iqror bo'lishlik vojib bo'ladi deyapti. Va yana eng asosiysi yujibu an yufrada wahdahu bil ibadati va huwa va hada huwa at-tauhidul amali. Va yana Alloh taolo yakka-yu yagona zot bo'lgandan keyin endi u o'zigagina sig'inishlik endi vojib bo'ladi. Alloh taologagina duo qilishlik, Alloh taologagina iltijo qilishlik, undangina qo'rqishlik, undangina umid qilishlik, faqatgina o'zigagina duo qilishlik endi Alloh taoloni kim yakka deb bilsa, unga vojib bo'ladi. Faqatgina uni rozi qilishlik. Ilm halaqalariga keladi, faqatgina Allohni rozi qilay deb degan holatda. Alloh taolo meni gunohlarimni kechirsin degan umiddagina keladi. Boshqa birov maqtashlik uchun emas, boshqa birovga yaxshi ko'rinishlik uchun emas, faqatgina yakka bo'lgan, unga hech narsa sherik bo'lmaydigan, Allohga yoqaydigan maqsaddagina u odam keladi. Alloh taoloni haqiqiy qadrlashlikda qadrlamagan mushriklar, shunga o'xshagan shaxslarga mana bu Alloh taoloning Al-Ahad, Al-Wahid degan ismi raddiya beradi. Nimani raddiya beradi desa, va idza zukirallohu wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah va idza zukiral ladina min dunihi idza hum yastabshirun. Zumar surasining 45-oyatida Alloh taolo aytadiki, qachonki Alloh taoloni o'zi yakka o'zi zikr qilinsa, oxirat kuniga iymon keltirmaganlarni yuraklari, qalblari siqiladi ekanda. Qachonki Allohni o'zigagina duo qil, Allohga biror narsani tenglashtirma, o'zigagina duo qil. Alloh taologa hech qanaqa o'rtasiga narsa qo'yma. Alloh taolodan o'zidangina qo'rq, boshqa narsadan qo'rqma, boshqa narsaga tavakkal qilma. Allohga ishon sen, Allohga tavakkul qil, Allohdan umid qil. Allohdangina kutgin rizqingni desa, oxiratga iymon chala keltirganlar yoki umuman keltirmaydiganlar mana bu narsani eshitsa, yuraklari siqilar ekanda. Va idza zukirallazina min dunihi, Allohdan o'ziga narsa zikr qilinadigan bo'lsa, idza hum yastabshirun. Ular qalblari yashnay boshlagan, qalblari shodlana boshlagan. Allohdan o'ziga narsalar zikr qilinsa-yu, mana bu ishda ko'p foyda bor. Mana shu ishni qilib olsang, kambag'al bo'lmaysan. Mana shu ishni orqasidan bo'lib ketasan. Allohdan o'zga narsalar zikr qilinadigan bo'lsa, qalblari shodlanib ketar ekanda. Mana shularni Alloh taolo nima deyapti? La yu'minuna bil akhirah. Oxirat kuniga iymon keltirmaganlar turib Alloh taolani sifatlayapti. Imom Shofiy aytaganda, Imom Shofiydan so'ralar ekan, Alloh taoloni yakka-yu yagonaligini biz qayerdan bilamiz deb bitta so'raganda, shunda Imom Shofiy aytaganki, mana bu osmonlarga qara, tafakkur qil, oylarga qara, osmon yulduzlarga qara, quyoshlarga qara, tafakkur qilsang topasan deb o'tirmaykanda. Aytaganki, Alloh taoloni yakka-yu yagona ilohligiga tut daraxtining bargi dalolat qiladi ekanda. Shunda haligi so'rovchi qanday deb so'raydi. Shunda aytadiki, u tut daraxtini bargini qo'y yeb turib, oppoq suv chiqaradi. Kik, g'azal yeb turib, o'zidan xushbo'y misk chiqaradi. Dud degan qurt yeb turib, undan nima chiqaradi? Ipak chiqaradi. Bir daraxtni bargidan 3 xil sifatli narsa chiqyapti. Buni qaysi bir mavjudot qila oladi? Yakka yagona Allohdan boshqa yana kim qila oladi deganda, boyagi so'rovchi to'g'ri aytdingiz ey Imom Shofiy, Alloh sizdan rozi bo'lsin degan ekan. Shuning uchun Alloh taologina mana bu narsalarni, koinotlarni tadbiq qiladi. Ishlarimizni ugina yuritadi. Alloh taolo bizlarni o'zini mahluqotlarini ustida tafakkur qilishlikka ko'p oyatlarda buyurdi-da. Agarda inson o'tirib mahluqotlarni ustida tafakkur qiladigan bo'lsa, albatta buni yaratuvchisi yakka-yu yagona bo'lgan, unga hech narsa sherik yo'q bo'lgan Alloh ekanligini so'zsiz Allohga qasamki u topadi. Shuning uchun Alloh taolo aytganidek, qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.